Ha? Bu şirket işleyme deb qo'ying. Ular doim ko'rishib to'xtaymiz, ha? Voy, kim siz bilan ko'rishdik-a? Ha. Esingiz bo'lsin. Siz men qarzdojman, telefonimni chiqayotgan. Ma'qul. Ashtamu deb turayli. Lekin sizning atoyim mashlaydigan shirkatga kelib, kaylim kirib olding deydigan hech qanday huquqingiz yo'q-ku deyman. Bo'pti. Bu gaplarni aslida sizga demagandim. Telefonni paranglashayotgan. Lekin men sizga degan bo'lib turay, chechalang qiz. Siz bu yerni nima qilasiz? Mening sizning telefoningizni o'ngishtirib berishim bilan bu yerda nima ish qilishimning hech qanday munosabati yo'q-ku deyman. Ishingizni qiling. Hey, siz bir telefon bilan nurg'un ishlar olib ketdi. Men yana chiqib boshlig'ingiz bilan ko'rishay. Qahvaringizga rahmat. Kiring. Yaxshimisiz lider? Tartib ko'lani e'lon bitganda qolsang sizga qo'yib beraymi? Bo'ldi. Öyümge berip, sandıklı açıp, moçanı koyup, koçanı elip, bazaga berip, tartıklı elip, saklakanlı sundap, tızlıkta kaytıp, ağızlı açıp, keni işçil mihna Allah desem, kola bulam şunda bula, dep bulap, hece koç kendey. Untugusuz lezzet, özgüç hastem, tartık kola. Ahir odamgaridek bir e'lon chiqibdi. Hamda o Yana sen shu kunni hamxiyol ustida o'xshamamsan. sizga deydigan e'lon to'g'riliq yana boshqa bir gaplar bor deb boshlang. Ba'zi ishlarga aldirab ketmayin. Men oldin qatim sana dedim-ku. Shu gapimni sana tushuntir. Bunisi men chiqay. Anas. Sizning kasbga o'rnashtirishingizni unutib qolmang. Soat 6da debdi. Meningcha bo'lsa 7larda bosmasin bo'ldi. Sababini so'rab taqsam bo'ladimi? Sababi shu, odatda 6larda desa, ko'pincha holatda 7larda bor demasmi? Buni ustiga sizning vaqtingiz oltindan qimmat. Shunga isrof bo'lib ketmasin dedim. Bu xil turmush odati va ish bajarish usulidan tashqariga uzoq ishlab qolmaysan. Sahib ham bizni soat 6ga chaqirgan ekan, cho'qim 6da boramiz. Ular 7da kelsa, biz sahibxonni ijozat edib burun qaytishga bo'ldiki, hargiz boshqalarning vaqt ko'z qarashi sababli biz o'zimizning vaqtni qalaymaqan qilsak bo'lmaydi. Tashqiliqlarga xos ideya, tashqiliqlarga xos ruh, tashqiliqlarga xos qimmat ko'z qarashi va vaqt ko'z qarashi bo'lishi kerak. Hech nima demay chiqib ketsam bo'ldi. Bo'ldi. Kechiring. Kompyuterni qo'yib. Ben e'lonni yanada ko'rib boqay. Bunisi men chiqib ketdim boshliq. Sağ ol. Ben kech tomoqqa borolmaydigan bo'ldim xotin. Kechda karxanachilar yig'ilishi bor ekan. Kechroq qaytaman. Sizlar bolalar bilan tomoqni yeb turaman. Ha. Bo'ldi. Kerin, birdan qaralishadi degandim. So'rang. Opay qipil bilan qanday tunisizlar? Yo'l ketib so'qishib ketib ma'lumot telefonini chaqirgan. Qanday? Shu qarasam
Bek kelishgan ekan da. Shu. Asıl sizlar soqishib ketsiniz o'tgan. Agar men so'qish ketgan bo'lsam, uni telefonlab emas, shurkinlab so'qiydi ekanman. Uni qahva ichishlari uchun bek kelishgan. Mening vazifamning nimaligini bilsiz-ku deyman. Bilaman. Hujum. Kashkichi mushtaq deb bir gapni ortiq qilib qo'ymaysiz odamga. Gap qilmasam bo'lamdi. Boshqalarcha qarang. Sizni akasarak aytgan. Kim shunda deydi-ki? Hammasi. Burun ishonmabdi ekanman. Bugun ishondim. Qanday qildikingda bir o'g'il bolaning gapini chiqarib qo'ysam, parvoyingizga aytmay qo'ymadingiz. Men sizga qarang. O'g'il bolaning gapini qilsangiz parvoyimga olmag'inim, u mening erkak sadaqligimdan emas, axloqimdan derak berdi. Ko'zimda yo'qlang. Siz damlagan choyni ichmayman. Voy, ishimizni ichmang. Bu choyni qarang, men sizga damlamagan. Mening vazifam qarang, bu choylarni boshqa damlash, sizga emas. Kral. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Otur. O'zingiz Men Subiy bo'lman. vaqt qilish bo'ldingmi? Men Kral. Qahva ichaman. Siz kimsiz-ku? kechiring. Bayam sizdan kechirim so'rayman. Set bo'ldi. Set bo'ldi. Ne şu oldu? Bayam kardu uçuruşup qolgandik, boshqasi yo'q. Vaqt qilish bo'lganmidingiz? Ben aldıqdan chiqdim kep sizni yuz ko'rishamagandim. Sizni aldirash degan. Shunga bu qitim yana ko'rishamay qolmay deb udul kira yuribman. Bu kelishimiz bo'ldi ekan. Emas. Ne işiniz bo'ldi? Bizning shirkatda o'zimiz bir planlab bir gazliq ichimlik bozori salmoqchi edik. Shuning bilan sizlardagi ilg'or korxonalardan bir yordam talab qilib bir mablag' qabul qilaylik degan maqsadda kelishmişdi. Bo'ladi. Qani anglab boqay. Biz burunmi shu turda azroq bir mezgil shug'ullanib boqqan. Yaxshi natijalarni yaratgandik. Bu qitim bu turga planlab mablag' sizlarning bizning mablag'imiz yetishmay qoldi. Bundan keyin men sizningki shu munbar IPP'dan yaxshi turlar bo'lsa, sizlarning telefonlarga uyg'un kelsa, cho'qim mablag' sarf hamkorlashib qo'llab biliq qilganliginglar to'g'risida uchurni ko'rgan. Shu sababdan biz o'zimizning tur bilan sizlarniki munbar taqatga uchurlarni ko'rsak, asosiyatdan sizlarning o'lchimiga to'shitgan. Shuning bilan sizlarning mablag' qabul qilib bo'lsa, sizlarning ilg'or korxonalar bilan bir yo'lda birga minish arzuyimizdan bergan. Şimdi tur planımız, maliye hamçılık materyallarımız var mı? Uni akamlagandim. Tur meblag' qabul qilganga o'shtakilamda? Yo'q. Amaliyotda bizniki tur planimizning hammasi yozilib tayyor bo'lib chiqib bo'lgan. Lekin endi men sizlar burun yuzdan ko'rishib boqmaganligimizda oldi bilan siz bilan ko'rishib, sizningki qaysi xil ehtiyojda qaysi xil yo'llarni tutganligingizni bilib bo'lgandan keyin tur planini shuni moslashtirib o'zgartib akelsam bu mablag' qabul qilish o'tkildan birli bosqichda o'tib ketsak degan umidda bilganmay ketdim. To'g'ri tushunsangiz Tushundim. Sizlardan so'rab baqsam, oldingi qitimliq shu ichimlik turi bilan shug'ullandim degan gapni qildingiz. Nima uchun ishlarni nima sababdan davomlashtirmadingiz? Bizning ba'zi texnikalik masalalar bor, hamda bozor ichish
umumiyatni ilib bilsak biz sizlardek to'liq sistemlanish bilan ham kuchli kollektivimizmi yo'q. Yana kelib mablag' jihatdan bizning qiyinchiligimiz bor. Aylan mablag' yetishmasligi tufaylidan nima deymiz hamda chiqim kirimdan eshib ketganlik uchun biz bu yo'lni davomlashtiramiz. Lekin biz bunun nisbatan o'zimizning bir qadar tajribamiz bo'lganligi uchun bu yo'ldan bosh tortmay, bel qo'yib o'tmay davomli turda o'zimizning planlarni yangilanib, bozorni yaxshi tekshirib, hozirgi plan loyihasi bilan sizni oldingizga mablag' qabul qilib turibdi. Buning uchun unda bo'lsa kelar qatimda bir suhbat o'rlashtiraylik. Siz munosabatli barliq materiallarni olib qaytadan keling. Bo'ldi, rahmat. Ayıpımızsınız ben sizlerdeki şirketindeki materialları bolsa ilip alıp qaytgan bolsam. Nimaga munosabatlik? Şu mablag' silish, yaxshi turlar bolsa qabul qilish, shu turlar munosabatlik bolsa, men shu to'g'risida shuni munosabatlik holda ham enchikilab turib planimni yozib kelsam. Bo'ldi. Unda o'zi chiqib siz Qalbinur deb bir qiz bor. Shuningdan munosabatlik materiallarni evasangiz bo'ldi. Bo'ldi, rahmat sizga. Unda bo'lsa men qaytib kelaqdim, shu tur planimni to'liq yozib qaytadan kelay. Bo'ldi. Ma'qul. Rahmat sizga. Vaqt kelishini kutdim. Bo'ldi, diqqat qiling. Rahmat. Yaxshimisizlar ko'p. Yaxshimisizlar ko'pchilik. Senin Akbar'da kun qilishini xohlamayman degan. Özümden qanday qilib bu yo'l kirib qolganimni bilmayman. Menga oson bo'lmadi, Subey. Meni kechir. O'zimni tortishga amalsiz qoldim. Albatta o'zing tortib chiqish uchun kona odamlarning qalbidan o'lishing kerak. Men yo'l ko'rsatgan. Rinat Bay'ning aksi Anvar seni izchil izlayotdi. Sen onu o'zing o'ldirib, uning qalbidan o'lib ketdi. Bu gapni sen menga deb bo'lgan, Subey. Yana qayta takrorlashingning o'rni yo'q. Chunki sen o'xshash savol qayta so'radi uniga. Deganimdek qildi. Men sirni harakatga keltirib bo'ldim. Yana kelib shayda harakatga qo'ygan bo'lishi mumkin. Sen nurg'un o'yinlarni yengan. Endi yushirishning o'rni yo'q. Sen o'z hayotingni yashayapsan. Endi men uchun bo'lsa bir qatim shu o'yin qatnashib qo'ydim. Navoda Rinat Bay'ning aksi Anvar seni tepib olsa, sen tursa. Akbarning kunini sen ko'rsa. Men Anvar bilan aloqa jarayonida his qildim. U intayin hissiyotga tayanib ish qiladi. Sen bu nuqtani esonchiq tutqin. Yana tiqi Barnoni izlabmi yaxshi qilibsan. Shaydami bor. Shundoq bo'lgan men bu ishlarni biroqla xalos bo'lib ketdikman. Hozir menga ortiq odam tutmaydi. Men nurg'un odamlarni aldab, bir son aldandim. Akbar uttag'animni ajoyib tutadi. Alina sening qo'lastandagi odam ekanligini o'ylab maqsad ekanlar.
Lekin sen bana yardım et. Qonun oldida hech kim yordam qilmaydi Nigar. Ammo sen menga bir ishni va'da bera olsang, men seni cho'qim qo'llab qilishga erishaman. Neymiş? Meni qayta yaxshi ko'p qo'ymasga va'da bering. Lekin hazırım yaxshi ko'rdi hadislar. Yaxshi ko'rmayman degan Nigar. Biz tunji muhabbat emas. Biz o'tgan hayot xolos. Yani meni qayta yaxshi ko'rma desang, bu o'rinda men emas. Keyin qitim Rinat Bayning aksi bilan parangiz o'tirib qolsa. Bu chog'da Rinat Bayning pullarining hisobotini bersang bo'ladi. O pullarni bir amal qilib qaytaratsam bo'ladi. Ailesi uchun bu ishlarga Anvar bo'ldi qilayotgani bilan Yuzabir oyini avaylab o'shan ketib qolgan Rinat Bay hargiz bo'ldi qilmaydi. Şu bu ishlarni hozirgidek hech kim bilmaydigan holatda biz qilib qolgan intayin yaxshi. Buning uchun sen Anvarning seni o'ylig'idek vaqtini qo'ymasliging kerak. Şeyda bilan Berma Anvarni hargiz bosh qo'yadi. Bo'ladi. O'zing asra. Subi Onun yana qildigan boshqa ishim bor degan. Keyin ko'rsang. Hayda. Yaxshimisizlar do'stlar, qanday ahvolinglardan tudinglar? Yaxshi. Sizlar Mayzon qandayroq ahvol? Kichik tashqillar, cho'ng tashqillarimiz joydimi? Shirkatlar yaxshi. Bugun sizlarga bir do'stimiz tanishtirmoqchi, Aygul, korxonachi, tijoratchi. Bir nechta turlari bor ekan. Shunga bir hamkorlashib baqsaq, adam shu dasturxonsaga anglashib, o'rtoqlikqa ega bo'lsak deb keldik. Yaxshi bo'pti. Qanday ahvolingiz Mayzon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizni ko'rib xush bo'ldim. Bugun ham Abduxabar do'stimiz orqali bugun so'rini hozirlab men o'tiribdik. Mening bir qavatga bir necha turlarim bordi. Shuni bo'lsa bir mablag' silib, hamkorlashib, qo'l tutishib bildim, mansaq deb shu maqsadda. Gaplaringizni anladim, bugun yaxshi tanishdik. Abduxabar mening uzun yillik do'stim. Meni yaxshi tushundi. Meningmi anaqa o'zimni yaxshi tushunadi. O'zimizning kiyimish hamkorlikqa bog'lagan chog'da qanday talab o'lchamlar va odamga qo'yilgan talab deganga o'xshash ma tarafini yaxshi bildi. Bugun o'zingizning kimda bu maqsadingizning borligini bildim. Qolgan kasbiy so'rinlar isli bo'lib ketdi-ku. Go'parlar o'xshab ketdi mana. Hamkorliklar, hamma ishlar joyida mana. Shaqtillar, tavizlar o'xshab ketdi-ku. Ayrim bir vaqt chiqarib sizga xabar qilaman. O'zingizning turli materiallarni ishxona bir kelsangiz, tafsili paranglashib, undan keyingi hamkorlikning oxirgi qadamlarini muqimda saq bo'ldi. Fikr suhbatimizni shu joyda olib berib. Keyin ayol telefonda bizlar o'zaro fikrlashib muqimlashtirsak bo'ldi. Sizning ishningiz uchun Og'ash o'tiraman. Benim yana bir o'rlashtirishim bor edi. Bizning ishlarim bor edi. Men meni qolgan gap so'zni ayrimman sizga vaqt uqtirish qilaman. Aloqamni men qoldirib qo'ydim. Xabarni olsangiz bo'ldi. Rahmat Mayzon. Qo'yib oldirib qo'ydim. Biraz ciddi çıkağımdı. Ondan benim kaldı. Qani Mayzon. Do'stimiz yo'q-ku? Oldirab menib qoldi, u bir telefon gaplanmag'andi. Voy bu demak bo'lsa chiqib qoldi-ku, telefon qilib qo'ya.
Filmimizning keyingi qismini bir hafta burun izlash apdeti oldin ko'ring. Kimga men ko'nglim